eng foydali nonushta. Lekin ko'pgina bolajonlarimiz sirguruchni xohlashmaydi. Agar siz sirguruchni xuddi shu usulda tayyorlab bersangiz, bolajonlaringizga yoqishi aniq. Bismillah deb qozonchamizga xohlagan stakan yoki piyolangizda o'lchab, 4 ta idishda suv quyasiz. Suv qaynab chiqqach, xuddi shu idishda bitta o'lchab guruch solasiz. Ketidan shakar, tuz, saryog'ni solib, o'rta olovda guruchimiz to'liq pishmaguncha qaynatib olamiz. Xuddi shunaqa pishishiga ozgina qolganda o'lchayotgan stakanimizda 2 stakan sut quyamiz. Yana o'sha o'rta olovda 5 minut yoki 8 minut qaynatamiz. Yoqimli ifor va maza berishi uchun qoshiqcha uchida vanilin shakaridan sovuramiz. Guruchlarimiz to'liq pishib bo'lgandan so'ng yana bir bo'lak saryog'ni solib, gazni o'chirib 5 minutga qozonchamiz qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mazali sirguruchimiz tayyor bo'ldi. Nonushtaga nima qilsam ekan deyotgan bo'lsangiz, siz uchun xuddi shu usulda mazali va foydali sirguruchni tavsiya qilaman. Tayyorlab ko'ring va oila a'zolaringiz duosini oling. Eng yoqimli ifor, eng foydali nonushta bittagina mehrli yurakchangizga arzisa, qizartirib ketish esingizdan chiqmasin.